Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar. Sog' salomat yuribmisizlar. Mana progressdagi bekitimiz ham xudo xolasa bugun yakunlaymiz inshaalloh, sog'lik bo'lsa. Yana obshivkasini tayining naqshini o'rayotimiz. Endi olib chiqdi joyimiz yana. Bir dona ko'koshka ham qo'ydik. Ajoyib etib. Joyimiz bir tarafi konvert. Obshivka hamma tarafi bo'ldi. Mana ustalar teyin regasini o'zi beribdi. Ustalar harmonlov. Şimdi bu yan tarafımız ham obshivka. Yo'llar ham obshivka. Hozir bir qator uch tarafidan ham ko'rsatib beramiz. Yine bu yerlarga ma'lum obshivkalarni kiyib uramiz buni. Teyini lis bilan mahkamlab beramiz buni hozir. Keyin bir hafta 10 kundan keyin kelamiz. Hozir yakunlayapmiz. Fakat 5 davrakini urib chiqdik. Şimdi konvertin özünden evi satıp çıkardık bunu. Şere 6 öre koyuldu. Joy 4 meşamesaddan bu. 4 meşatip, konvert etip. Şimdi joy oldu bu yine acayip. Videomuza yoqqan bo'lsa like bosib, obuna olmaganlar obuna olib qo'yinglar. Kimda kima shunday xizmatlar kerak bo'lsa, hazarasib, bitnak bo'ylab ishlaymiz, murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.